Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimga alangali salomlar bo'lsin. Teshtosh qishlog'i 40 gektar yangi chekida 5 sotik uchastkamiz bor. Shuni sizlarga havola qilmoqchiman. Yashab turgan joydan 5 sotik joyni sizlarga ajratib berar ekan, sotilar ekan shu joy. Devorni tagidan to agrodga 3 metr yo'l sizlarga robotxonaga olib berar ekan. Bu yoq esa o'sha 5 sotik tomoni ajratilgan joy. Ko'ringlar mana. Mana shu devorli tagidan bu tomonga 3 metr joyda sizlarga ajratib beradi. Tagiga men telefon nomerlarimni yozib qo'yaman. Bemalol kelishib, ko'rishib, kelib, ko'rib, joylarni ko'rib ketaverasizlar. Bu tomonda esa robotxona tomonda sizlarga shu yerdan shu 5 sotik tomonga o'tish uchun yo'l ajratib beriladi. Xuddi shu tomondan 3 metr sizlarga yo'l tortib berar ekan. 3 metrlik eniga.